Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Javohir Instagramdan 12 ming so'mning galishka olishni o'rganamiz. Videoni boshlashdan oldin like, podpiska bosib esdan chiqmasin. Yilni oxirigacha mingta bo'lishimiz kerak. Unda boshladik do'stlar. Bu uchun biz Instagram kirib olamiz. Men akkaunt ochganman, yangi akkaunt. Instagram galishka olishni o'rgatish uchun qaraydigan bo'lsak, akkaunt sentriga kirib olamiz. Akkaunt sentriga kirib olganimizdan keyin eng tepaga turadi bu. Akkaunt sentriga kirib olganimizdan keyin eng pastga meta verified degan joyga turib shuni bosamiz. Shunda joy ochildi. Bir xilagi bu narsa bo'lmaydi. Ya'ni sizning ilovangiz mahsulot versiyasiga mos emas deb chiqib turadi. Buni ham to'g'rilashni o'rgataman hozir. Tak. Agar sizlarga 7 yoki 8 dollar turgan bo'lsa, uni ham to'g'rilashni o'rgataman. Hammasi bitta usulga qilinadi. Buning uchun biz akkauntimizni biznes akkauntga o'tkazishimiz kerak. Uning uchun biz chiqib ketamiz. O'yindan mana edit profil joyiga bosamiz. Bosganimizdan keyin switch personal account. Shuni bosamiz. Next va bloggerga qo'yamiz. O'zingiz xohlagan joyga qo'ysalar bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, keyin biznesga qizamiz va kerakli ruxsatlarni beramiz. Bu yerda nomer so'raydi, menga shart emas, shuning uchun o'tkazib yuboraman. Keyin bu yerda Facebook ulash, xohlasangiz Facebook ulab qo'ysalar bo'ladi, menga shart emas. Biz bittasiga ruxsat bersak bo'ladi, ruxsat beradi. Mana akkauntimiz professional akkauntga o'tdi. Endi nima uchun bizga kerak? Bosh aytib o'tib ketgan muammolarni hal qilish uchun men boshdan tushuntirib ketyapman. Yana shu boyangi akkaunt sentriga kirib premium olishni bosamiz. Meta verified degan joyda mana sizlarga shunday narsa chiqib turadi. Mahsulot nashriga almashtiring, ya'ni boshqa akkauntga qo'yish kerak. Personal bo'ladimi yoki switch akkaunt plus shularga qo'yish kerak. Ya'ni oddiy akkaunt. Endi qaraydigan bo'lsak, biz akkauntimiz professional akkauntini qayerdan bilamiz? Mana professional dashboard va edit profil bosib, ichidan kirib ko'rsak bo'ladi. Oxiriga tushgandan keyin turadi. Endi qaraydigan bo'lsak, akkaunt sentriga kirib olamiz. Yo'q, uni to'g'rilashimiz uchun biz mana business tool and control shu joyni bosamiz. Bosganimizdan keyin biz mana switch account type, ya'ni tanlaymiz personal account deb. Personal account kiramiz va switch personal account deb qo'yamiz. Sizlar akkauntlaring professional akkauntga o'zgardi. Professional account bo'ldi. Hamma narsa to'g'ri bo'ldi. Endi bemalol kirib olsangiz bo'ladi. Account sentriga kiramiz. Account sentriga kirganimizdan keyin meta verified degan joyiga hamma premium plus premium hammasi sizlarga kichkina narsalar qo'yilgan. Davom etishni bosamiz. Davom etishni bosganimizdan keyin kartamizdan pulni olish so'raydi. Visa Humo o'z karta ololmaysizlar, faqat Visa Mastercard bo'lsa olib olasizlar. Tak. Endi sizlar agar pul yechib oldi, pul tashlab berdinglar Instagramga, endi sizlar mana bu narsani to'g'rilashing kerak. Nemni, o'zim ism, familiyamni, username ham shunday. Edit picture or avatar. Sizlarda aftlering tushgan rasm bo'lish kerak bo'lsa bermaydi. Qaraydigan bo'lsak, agar ololmaydigan bo'lsalar, adminlarga yozsalar, mana kanalning adminlariga olib beradi. Va pasportga kiritgan payt 18 yoshdan katta bo'lish kerak. Endi biz Telegramga o'tib olamiz. O'zim kanalimga mana Javohir vlog uz deb qidirsanglar, Telegramdan chiqadi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda nakrutka xizmatlarimiz bor. Instagram, Telegram, YouTube xohlagan saytlaringga nakrutka qilib beramiz. Eng arzon narxlarda urgan nakrutkimizga Instagramga 1 oy, Telegramga 3 oy garantiya beriladi. Instagramga 1 yil, Telegramga 3 oy garantiya beriladi. Jonli obunachilarimiz ham bor. Qaraydigan bo'lsak, narxlarimiz mana boshqa ko'rsatib o'tib ketdi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, podpiska bosib esdan chiqmasa, yilda oxirigacha mingta bo'lishimiz kerak.
mayli charchamaga tursin.